kasbiy ta'lim agentligini tashkil qilamiz. Ularga bu agentlik haqiqiy zo'r platforma bo'ladi. Kasbingiz bo'lsa qo'lingizda, hunaringiz bo'lsa, siz mustaqil bo'lishingiz ham oson bo'ladi. Bugungi bayram sizniki. Zirishtondan keldik. Sirdaryo viloyati Shirin shaharchasida. Xiva shahar, Xorazm. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida 1-sinfda texnikumda o'qiyman. Shu искусственный intellekt. Kelajak zamonaviy kasblardan birida bu. Hozir o'rgan olsa zarar qilmaydi bu. Juda ham yaxshi kasb, chunki bu sohada daromadi ham yaxshi. O'rnatgan holatda ustachilik qilib ham yaxshi daromad oladi. Maktab bilan kelganmiz biz. Biz kasbimizni tanlashimiz uchun o'zimizni kasbimizda kelajakda qanaqa o'zimizni masalan qanaqa pul topishni, endi hamma yashash uchun pul kerak bu. Bizga hozir zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan yoshlar nihoyatda zarur. Hayotda shunday bir jabhalar borki, algoritmlarga bo'ysunmaydigan sohalar bor. Aynan o'zimning sohamni o'shalardan bittasida bemalol ayta olaman. O'z bizneslarimni ochmoqchiman. Maqsadimiz nima? Mana shu boshlangan yaxshi g'oyani keyingi avlod to'g'ri olib ketishida. Biror bir kasb o'rganishga o'zingizda shijoat toping. Ular ko'pchilik, ular izlanmoqda, o'z yo'lini qidirmoqda, kelajagini qurish harakatida. Kimdir kasb tanlayapti, kimdir o'z qo'li bilan ilk yangilik kashf qilish arafasida, kimlargadir orzudagi kasbga bir qadam qolgan. Chunki bugungi kunda kasb bu imkoniyat, taraqqiyot va kelajak poydevori. Bugun O'zbekistonda kasbga bo'lgan munosabat o'zgarmoqda. Hech qachon unutmaylik, kelajak zamonaviy bilim bilan qurollangan yangi kasb egalariniki bo'ladi. Yuqorida aytilgandek, iqtisodiyotimizga yiliga 30-35 milliard dollar investitsiya, yangi yo'nalishlar, zamonaviy texnologiyalar kirib kelyapti. Minglab korxonalar ishga tushirilyapti. Shuning o'zidayoq yiliga 250-300 ming atrofida yuqori daromadli ish o'rinlari paydo bo'lyapti. Bu joylar eng avvalo yoshlarimiz ishli bo'lishi uchun qo'shimcha imkoniyat emasmi? Endi 2026-yil yoshlarni zamonaviy kasb-hunarga o'rgatish yili bo'ladi. Shuning uchun kasbiy ta'lim agentligini tashkil qilamiz. 2026-yildan boshlab 5-may kasb va mehnat kuni va endi bu kun bayram sifatida nishonlanadi. Ayniqsa yoshlar o'rtasida. O'zbekiston Respublikasi kasbiy ta'lim agentligi esa ushbu muhim sananing asosiy tashkilotchilaridan biri. Bir necha soatlardan so'ng bu manzil minglab yoshlarni birlashtiradigan qaynoq nuqtaga aylanadi. An'anaviy va zamonaviy kasblardan iborat 50 ga yaqin maxsus pavilyonlardagi har bir detal, har bir jarayon yoshlarga kasb, imkoniyat va kelajak yo'lini ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Hamma jamoa a'zolari, tashkilotdagi xodimlar ishlashyapti. Bu yerda har bir pavilyonga ham, sahnaga ham, hamma tayyorgarliklarga bizning mas'ullarimiz biriktirilgan. Ular bevosita o'zini vazifasini qilib berishsa, tadbirimiz bu saviyasiga ham, sifatiga ham juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Juda ham zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Shou qilamiz, katta shou. Shouda taqdirlash marosimlari bor. O'sha taniqli san'atkorlarimizni chaqirganmiz. Juda ham zo'r bo'ladi. Toshkent Alpomish musaroyining atrofida butunlay boshqa atmosfera. Bu muhitni maktab va yuzlab texnikumlar bitiruvchilari, ularning yaqinlari, ota-onalari o'z qiziqishlari bilan jonlantirmoqda. Yoshlarning orzulari va energiyasi jam bo'lgan katta maydon ochilish marosimiga tayyor. Mamlakatimizdagi 18 millionga yaqin armiya, yoshlar armiyasi bor va ularga bu agentlik haqiqiy zo'r platforma bo'ladi. Kelajaklarini aniqlashda, rejalarni belgilashda va o'z kasblarini tanlashda.
Assalomu alaykum xonimlar, janoblar, aziz mehmonlar. Welcome, dear guests. We're truly honored to have you with us today at the Professions Festival. Kasblar festivaliga Xush kelibsiz. Bu bayram O'zbekiston Respublikasi Kasbiy ta'lim agentligi, Toshkent shahar hokimligi hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamkorligida tashkil etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Sharipov Kongratbay Avizimbetovичni taklif qilamiz. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipov kun qahramonlari uchun alohida nutq so'zladi. Yoshlarimizning to'g'ri kasb tanlanishi, zamonaviy bilim va ko'nikmalarni egallashi nafaqat shaxsiy muvaffaqiyat, balki butun mamlakat taraqqiyoti uchun hal qiluvchi omil bo'lib hisoblanadi. Sahna xalqaro mehmonlarga yuzlandi. UNESCOning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Sara Nashati xonim yoshlar, ta'lim va zamonaviy kasblarning bugungi dunyodagi o'rni haqida o'z fikrlari bilan bo'lishdi. So, as a representative of UNESCO in Uzbekistan, I really hope, and we will do our best, and we are doing our best with your ministries of higher education and Ministry of preschool and public education to provide the possibility for you for quality education, and in so many areas. And as Mr. Minister also mentioned, vocational education, university, it really doesn't matter. It matters that you love it and it's a quality education. O'zbekiston Kasbiy ta'lim agentligi direktori Azimjon Husanov bitiruvchilar va kasb egallash oldida turganlar uchun yaratilgan yangi imkoniyatlar haqida so'zlab, tashrif buyurganlarni chinakamiga ruhlantirdi. Prezidentimizni sizga sentyabr oyidan tayyorlab qo'ygan sovg'alarini aytishdan boshlashga ruxsat bersangiz, texnikumlarimizda endi 10-11-sinfga borishingiz mumkin. Oliy ta'lim muassasasiga kirish istagingiz bo'lsa, texnikumga xuddi shu niyatda ham kirishingiz mumkin, lekin qo'lingizda yana bir kasb albatta bo'ladi. Va xorijiy tillarni o'qitish soatlari maktablarga nisbatan 3 karra oshirdik. Dual ta'lim shaklida ta'lim olayotgan texnikum o'quvchilarimiz 100 ming o'quvchimiz 1,200,000 so'm stipendiya prezidentimiz tomonidan taqdim etilmoqda. Barcha o'quvchilarni texnikumlarga borishni tavsiya etamiz. Hayotda har xil vaziyat bo'ladi. Yurak bir me'yorda urmaydi. Past balandliklar hayotda sizni kutib turibdi. Aynan shu past balandliklarda sizni kasb va xorijiy til qutqarishi katta ehtimol bilan. Biror bir kasb o'rganishga o'zingizda shijoat toping. Yana bir bor hammani birinchi marta o'tkazilayotgan kasb bayrami, kasb kuni bilan tabriklaymiz. Katta rahmat. Rasmiy chiqishlardan so'ng sahnani bayramona ko'tarinkilik egalladi. Yuqori kayfiyat bilan mehmonlar va yoshlar maxsus pavilyonlar tomon yo'l olib, turli kasblar, texnologiyalar va ko'rgazmalar bilan yaqindan tanisha boshlashdi. Rishtondan keldik. Sirdaryo viloyati Shirin shaharchasida. Xiva shahar, Xorazm. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida birinchi soat texnikumda o'qiyman. Biz Toshkent turizm va mehmonxona menejmenti texnikumidan. У нас направление путешествия и туризм. Мы пришли представить свой Самарканд. Alpomush Mussaroga mamlakatning turli hududlaridan kelgan yoshlar festival maydonini to'ldirdi. Kimdir tengdoshlariga o'zi tanlagan kasb haqida tushuntirar, yana kimdir qiziqish bilan yangi kasbda o'zini sinab ko'rardi. Inklyuziv ta'lim pavilyonida nogironligi bo'lgan yoshlar va ularning ota-onalari uchun kasbiy ta'lim olish bo'yicha yaratilgan imkoniyatlar, mavjud shart-sharoitlar va qo'llab-quvvatlash mexanizmlari bilan yaqindan tanishish imkoniyati yaratildi. Tashrif buyurgan yoshlar turli kasblar, innovatsion loyihalar va amaliy yo'nalishlar bilan yaqindan tanishib, o'zlari uchun yangi imkoniyatlarni kashf eta boshlashdi. Masalan, Farg'onadan kelgan Abrorjon yoshlar orasida noodatiy kasb sifatida qaraladigan asalarichilikni urfga aylantirmoqchi.
asalari bo'yicha mana arzon materiallardan yashil yasash yangi boshlovchilarga juda ham qulay bu narsa. Oddiy penapleksda mana qishda issiq turadi bu narsa, yozda muzdayligini saqlab turadi o'zida haroratni. Keyin mana ona arilarda ushlaydigan moslamalarimiz, asallarimiz bor o'zimizda. Arichilik tarixiy xos. Daromadi yaxshi asallarni, chunki masalan oddiy bir dona asalari qilinsa ham, u keyingi yil qishdan chiqqandan keyin bahorda o'zi kuchayadi, yana kuchayish faslida kuchayib, u bitta oila ko'payadi borgan sari, ko'paygandan keyin 2 ga bo'lsa bo'ladi. Har yil shunaqa qilib 2 ga va 3 ga ham bo'lishi mumkin. Arining kuchliligi, holati, ona arining zotlariga qarab bu narsa taqsimlanadi. To'qimachilik sanoati O'zbekistondagi eng muhim sohalardan biri. Shu sabab har yili mazkur yo'nalish uchun minglab bo'sh ish o'rinlari yaratiladi. Aynan yengil sanoat va to'qimachilik tizimida ishchi kuchiga ham ehtiyoj katta. Shu sabab kasbiy ta'lim agentligi tarkibidagi texnikumlarga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlar uchun adras va an'anaviy to'qimachilik yo'nalishining alohida taqdimoti o'tkazildi. Adras to'qimachiligi biz Marg'ilonda an'anaviy kasb, bu o'lmas kasbda davom etish kerakli narsa. Bizni texnikumda shu narsalar o'rganamiz, keyin qiziqib qolib borib o'rganganman. Hamma ko'rganda qiyin deb o'ylaydi, bitta tikib ko'rsa qiziqarli narsa. Kepkalar, somkalar, cho'ponlar. Mana masalan o'sha qiziqadiganlarga tikib ko'rsatib beryapman. Mana bularni ham o'zimiz to'qiganmiz, bular ham adras. Yo, ja qimmat emas, endi arzonroq. Bu endi faqat qo'lda tikilyapti-yu. O'rtacha narxda. Endi biz ham mehnatimiz ketyapti. O'shanaqa. Sun'iy intellekt va zamonaviy dasturlash sohalari bugun top kasblar ro'yxatining yuqori pog'onasida. Kasblar festivali doirasida robototexnika, IT va muhandislik loyihalari ustida ishlayotgan bir guruh yoshlar birlashib tajriba almashishdi. Jarayonni boshqaradigan odamman. Men jarayonda to'g'ri buyruq berib, jarayondan kelib chiqqan holda to'g'ri xulosa chiqaraman. Tizimni unga tushuntiraman boshda. Все, mana natijam tayyor bo'ladi. Cloud kod degani bor, o'shandan foydalanaman. U искусственный интеллект, bu sun'iy intellekt, bu aytaylik odamlar tomonidan o'qitilgan. Men masalan bitta dasturchi bo'lsam, menga o'xshagan minglab, millionlab dasturchilar bor yer yuzida. Ularning bilimini hammasini hech qayerda birlashtirib bo'lmaydi. Lekin shuni hech qaysi miyada birlashtirib bo'lmaydi. Lekin shuni qanaqadir jonsiz narsaga birlashtirsa bo'ladi. Shu искусственный интеллект. Men undan foydalanib, o'sha millionta dasturchining bilimidan foydalanishim mumkin. Qachon agar to'g'ri so'ray olsam, to'g'ri topshiriq bera olsam. Buni nima uchun o'rganish kerak? Aytaylik, o'zimning fikrimcha, IT sohasi, grafik dizayn sohasi bo'lishi mumkin. Bu sohalarning bari keyinchalik xavf ostida bo'lgan kasblar. Chunki bular aqlli kasb, bularni bitta aqlni o'rganish mumkin bularni. Искусственный интеллект aynan shu ishni qilyapti hozir. Birinchi aqlli odamdan ishdan olyapti. Aytaylik, buxgalterlarni olib qo'yishi mumkin, juda ham tez orada. Media sohasidagi odamlar ishni olib qo'yapti, juda ham tez orada u ham bo'lyapti. Dasturlashda ham xuddi shunaqa. Faqat qanaqa, agar sun'iy to'g'ri foydalana olsa, to'g'ri savol bera olsa, yangi narsa o'rganishdan qo'rqmasa, qiziqsa, hozirgi paytda u juda ham zo'r rivojlanishi mumkin. Agar hozir moslasha olmasa, shu bilan be'ish qoladi. Quyosh panel va shamol stansiyalaridan energiya olish bo'yicha o'qib tahsil olamiz. Bizning programma Saudiya Arabistoni bilan O'zbekistonning hamkorligida Al-Jabr akademiyasi ochilgan. Sirdaryo viloyati Shirin shaharchasida texnika darslari ham to'liq ingliz tilida. Juda ham yaxshi kasb, chunki bu sohada daromadi ham yaxshi. O'rnatgan holatda ustachilik qilib ham yaxshi daromad oladi. Shu sohada o'qisa ham bizni programmada o'zi ish bilan ta'minlaydi. Stipendiya, yotoq joyi, yeb ichish hammasini qoplab beradi. Kontrakt emas, grant asosida o'qish. Hamma viloyatlarga deyarli hozir quyosh panel va shamol stansiyalar qurilmoqda. To'liq oylik bilan birinchi 6 oy stajirovka, o'shanda ham oylik to'lanadi. Keyin yana ofitsial shartnoma qilib oxirigacha ishlash mumkin. Bu yerda eng asosiy urg'unni biz nimaga berdik? Pavilyonlarda katta ustozlarni emas, yoshlarni chaqirdik. Ya'ni yoshlar o'zining tengqurlari orqali suhbatlashadida, ha mana shunaqa qilsa bo'ladi. Intervyularni ko'rgan bo'lsangiz ham daromadim mana buncha bo'lyapti. Desa yoshlar qiziqsin shunga. Bu bitta bunda emas, yoki dizayner qizimiz bor edi. Tengquridan oladi. U mehmonxona deysizmi, o'sha restorator deysizmi, o'sha yerda master klasslar o'tkazib berildi. Ya'ni misol uchun bu yerda faqatgina ko'rgazma qilib, oldini o'rab qo'yib, ko'rgazma sifatida emas. Agar ko'rgazma qilsa, undan ko'radi, o'tib ketadi bolalar. Lekin o'zi bola qilib ko'rsa o'sha narsani, necha yoshdan qat'iy nazar pavilyonning ichiga kirib, o'zi o'sha amaliyotni o'tab ko'rsatadi.
Eng e'tiborlisi, tashrif buyurganlar pavilyonlarda kasbiy ta'lim agentligi tasarrufidagi texnikumlarda ta'lim va amaliyot uyg'unligi, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayoni bilan yaqindan tanishib, yorqin tasavvurga ega bo'lishdi. O'sha maktab bilan kelganmiz biz. Biz kasbimizni tanlashimiz uchun kasbimizga kelajakda qanaqa o'zimizni, masalan, o'sha qanaqa pul topishni endi hammani yashash uchun pul kerak, doktorliklar yoqdi. Doktorlik, robototexnikalik, yana sizlarga nima yoqdi? Kulolchilik masalan. Har bir jarayonda demak biz yoshlarga kasbni ahamiyatini, kasblarni nufuzini demak ko'rsatishga ko'proq urg'u berdik. Va bu ham albatta asta-sekinlik bilan xalqimizni orasida, yoshlarimizni orasida, ota-onalarimiz ichida kasblarga nisbatan munosabatni to'g'ri shakllantirishga yordam beradi deb o'ylayman. Festivalda 40 dan ortiq turli kasb va yo'nalishlar namoyish etilgan bo'lsa, ularning orasida zamonaviy texnologiyalar bilan bog'liq yo'nalishlar ham bor. Bu kasblarning ayrimlari milliy merosni davom ettirsa, ayrimlari bugungi zamonaviy iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydigan kasblar. Aynan Uzkimyo sanoati tomonidan yaratilayotgan, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar turlarini namoyish qilyapmiz. Asosiy maqsad biz O'zbekiston iqtisodiyotiga qanday hissa qo'shyapmiz? Bizning dolzarbligimiz nimada? Ma'lumki, kimyo sanoati O'zbekistondagi iqtisodiyotni asosiy driver tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Biz ishlab chiqarayotgan mahsulotlar qishloq xo'jaligi, sanoat korxonalari va boshqa tarmoqlar uchun asosiy manbalardan biri hisoblanadi. Nafaqat og'zaki, balki bevosita ko'rgazmali mahsulotlarimizdan, ya'ni xom ashyodan tortib tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonni namoyish qilish imkoniyatimiz bor. Bugungi mehnat bozorida o'z ishini biladigan, texnologiyalar bilan ishlay oladigan va doimiy izlanadigan mutaxassislarga ehtiyoj katta. Umumta'lim tizimidan keyingi bosqich sifatida o'z ahamiyatini qayta tiklagan texnikumlar bugun kasb egallash va kadrlarni qayta tayyorlash borasida hissasi katta. Bu hozir agrodron qishloq xo'jaligida foydalaniladi. Bu hozir uchemlik, bundan ham kattalari bo'ladi. Misol uchun dori sepadi, haligi o'simliklar zarar etgan joylarni aniqlaydi. Bundan tashqari haligi ishchi kuchini yengillashtiradi va sog'liqqa zarar yetadigan narsalarni aniqlaydi. Kelajak zamonaviy kasblardan birida bu. Hozir o'rgan bo'lsa zarar qilmaydi bu. Boshqa kasblarda ham qo'llamoqchimiz aka, qishloq xo'jaligidan boshqa. Bugun yangi O'zbekistonda zamonaviy iqtisodiyot shakllanayotgan bir paytda yangi kasblardan tashqari talablarga mos ta'lim muassasalari, amaliy laboratoriyalar va yoshlar uchun yaratiladigan sharoitlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan bilamiz, bugungi kunda kasbiy ta'lim tizimida zamonaviy talablarga javob beradigan texnikumlarimiz soni ortib boryapti. Har yili texnikumlarimiz yangi infratuzilma bilan ta'minlanadi, muhit yangilanadi. Pedagoglarimizni demak xorijiy tajribaga ega bo'lgan, xorijda malaka oshirish imkoniyatiga ega bo'lgan imkoniyatlarimiz kengayib borayotgani va bu jarayonda demak o'quvchilarimizni ham kasbiy ta'lim muassasalarida, ya'ni texnikumlarda o'qish imkoniyatlari, sharoitlari kengayayotganini alohida aytish kerak. Alohida aytish kerak bo'lgan mavzular ko'p. Bu kasbiy ta'lim tizimida xalqaro hamkorlikning kengayib borayotganidir. Ushbu tashrifning asosiy maqsadi Germaniyada muvaffaqiyatli joriy etilgan dual ta'lim tizimini chuqur o'rganish, ayniqsa ta'lim ishlab chiqarish va ish beruvchilar o'rtasida samarali hamkorlik mexanizmlarini o'zlashtirishdan iborat. Bugungi kunda O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimi juda ham jadal rivojlanmoqda. Hozirgi kunda 643 ta texnikumda 329 ta kasb bo'yicha 450 mingdan ortiq o'quvchilar tahsil olmoqda. O'quvchilarning bandligini ta'minlash tizimini o'rganamiz. Ikkinchidan, o'quv dasturlarini mehnat bozori talablariga mos ravishda qanday shakllantirishni tahlil qilamiz. Bugungi kunda xalqaro hamkorlik aloqalari O'zbekistonda joriy etilishi jadallashmoqda. Germaniya va boshqa davlatlar bilan qo'shma dasturlar joriy etilgan. Ilg'or tajribani O'zbekistonda joriy etish texnikumlarimizni zamonaviy bosqichga olib chiqish uchun yoshlarimizni real mehnat bozoriga mos, raqobatbardosh mutaxassislar qilib
tayyorlashdan iborat. Ishonamizki, ushbu tashrif natijalari kasbiy ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. 5-may Toshkent doimgidanda gavjum. Turli nuqtalarda kasblar festivali doirasida bir nechta yirik tadbirlar tashkil etildi. Markaziy tadbirlar Alpomush muz saroyida o'tkazilgan bo'lsa, poytaxtning boshqa nuqtalarida ham kasb va ta'limga oid uchrashuvlar davom etdi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining yozgi maydonida osh chempionati tashkil qilinib, yosh oshpazlar o'z mahoratini namoyish etdilar. Osh chempionati festivalning eng gavjum va milliy ruhga boy maydonlardan biriga aylandi. Qaynayotgan qozonlar, jamoaviy ishtirok va milliy taomlar festival muhitiga o'zgacha ruh bag'ishladi. Biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar 2-son politexnikumida ishlab chiqarish ta'lim ustasimiz. Oshpazlikda shu kasb hunar qilib yoshlarga o'rgatyapmiz. Hozirgi kunda ko'plab mamlakatlarda ishlaganmiz. Masalan, Saudiya Arabistonida Jidda shahri, Moskvada ko'plab festivallarda birinchi o'rin g'oliblari bo'lganmiz. Hamdo'stlik mamlakatlarida. Endi shu to'plangan bilimlarni hozirgi kunda yoshlarga o'rgatyapmiz. Bunda hamma narsa mujassam. Ham pokizalik, ham mehnat, jismoniy harakatlar, to'xtovsiz jismoniy harakatda bo'lasiz. Mablag' jihatdan ham juda chiroyli holatda hozirgi kunda oshpazlarga katta e'tibor qaratilyapti. O'zimizda ham hozir talab kuchli. Yaxshi povurlarni Dubaydan ham chaqirib ishlatyapmiz. O'sha 12 million, 15 million qancha bo'lsa beramiz. Hozirgi kunda povurlarga yaxshi, qaysi kasbda bo'lmasin, o'zini kasbining ustalariga doim katta mablag', katta ehtiyoj bor. Shu bilan birga Gyote instituti maydonida xalqaro hamkor tashkilotlar ishtirokida ko'rgazmalar va ochiq muloqotlar bo'lib o'tdi. Bektemir tumanida esa Buildex qurilish kasblariga o'qitish markazining ochilish marosimi tashkil etildi. Bu yerda yoshlar qurilish sohasi uchun yaratilgan zamonaviy sharoitlar va amaliy ta'lim imkoniyatlari bilan tanishdi. Kun davomida Toshkentning turli nuqtalarida kasb, ta'lim va amaliy ko'nikmalarni targ'ib qiluvchi tadbirlar, uchrashuvlar va ko'rgazmalar davom etdi. Kasblar festivali. Kasblar festivali. Kasblar festivali. Dastlabki festivali o'z ishidan boshladi. Festivali juda katta hayajon. Kasblar festivali qamrovi Toshkent bilan cheklanib qolmadi. May oyi mobaynida millionlab yoshlar kasb tanlash, o'z mahoratlarini yangi darajaga olib chiqish, ilm o'rganish va tajriba almashish amaliyotiga jalb qilindi. Hududiy boshqarmalar bilan kelishganimizda shunaqa tartib bilan qildikki, hamma viloyatlarda bir kunda o'tmasin, bosqichma-bosqich o'tsin, viloyat hokimliklari bilan birgalikda o'tkaziladi, bu tadbirlar o'tkaziladi, rejalashtirganmiz, bo'lib o'tdi, hamda o'tmoqda. Har bir viloyat markazlari kasb va hunar bozoriga aylandi. Milliy va zamonaviy hunarlarga o'z qiziqishlarini bildirishgan bitiruvchilar texnikumlarni ham tanlash imkoniga ega bo'lishdi. Birlashtirayotgan yoshlarda maqsad bitta: o'z kelajagi va maqsadini aniq belgilash. Samarqand viloyatida mehmonxona va turizm servisi yo'nalishlari bo'yicha ham yoshlar o'z ko'nikmalarini namoyish qilishdi. Bu yerda xizmat ko'rsatish madaniyati, mehmondo'stlik va zamonaviy turizm sohasidagi amaliy jarayonlarga alohida e'tibor qaratildi deyish mumkin. Jizzaxda esa asosiy e'tibor IT va robototexnika yo'nalishlariga qaratildi. Biz texnikum Jizzaxda yagona IT ga ixtisoslashtirilgan texnikum. Bularimiz bizda zamonaviy texnologiyalar bo'lgan 3D printerlar, bu chiroqlari, yana keyin plataga chizish, yana kompyuterlarimiz, har xil turdagi apparaturalarımizdan ishtirok etyapmiz. Namanganlik yoshlar karbin san'ati va oshpazlik yo'nalishlaridagi ishlar bilan festivalga kelganlarning e'tiborini tortdi. Oshpazlik yo'nalishimiz bo'yicha hozir turli-tuman taomlar, salatlar va pishiriqlarni hozirda o'rganib kelmoqdamiz. Bo'sh vaqtlarimizda har xil kalvin salatlar, mevalarga bezak berish, hunarlarni ham o'rganib bormoqdamiz.
hozirda dunyo miqyosiga chiqib borgan Kalven san'ati kasbiga judayam talab kuchli va bu kelajakda ham o'z o'rnini topish va ayollar uchun judayam daromad keltiradigan yaxshi kasb deb o'ylayman. Oliy ma'lumotli bo'lgan taqdirimda ham bu yo'nalishimni tashlab qo'ymayman va shu orqasidan o'z bizneslarimni ochmoqchiman. Ishlab chiqarish keng yo'lga qo'yilgan Olmaliq shahrida esa metall bilan ishlash, xususan temirchilik kabi yo'nalishlar dolzarb. Endilikda metallurgiya sohasining kasbdoshlari safi yangi mutaxassislar bilan to'ladi. Bu ham imkoniyat, ham mas'uliyat. Hozir sun'iy intellekt bilan ishlash har sohada, aytaylik, avtomobil yoki sanoatda sun'iy intellekt aralashuvini ko'rishimiz mumkin. Lekin hayotda shunday bir jabhalar borki, algoritmlarga bo'ysunmaydigan sohalar bor. Aynan o'zimning sohamni o'shalardan bittasi deb bemalol ayta olaman. Deyarli ota kasb desam bo'ladi. Mana shu texnikumda payvandlash yo'nalishi bo'yicha talabalarga dars berib kelyapmiz. Tasavvur qiling, siz oddiy texnikumda ta'lim olmaysiz, ham o'qiysiz, ham kasb egallaysiz, ham stipendiya olasiz, ham oylik olasiz degan. Bunaqa imkoniyat qayerda bor? Prezidentimiz yoshlarimizga mana shu kasbli, hunarli bo'lish uchun, ularning imkoniyatlarini kengaytirish uchun hamma imkoniyatlarni, sharoitlarni yaratib beryaptilar. Gulistondagi hamshira qizning orzu va maqsadlari katta. U tanlagan kasb orqali insonlarga yordam berish, bilim va tajribasini oshirib, kelajakda malakali tibbiyot mutaxassisi bo'lishni maqsad qilgan. Ayniqsa, tibbiyot yo'nalishidagi texnikumlar bugun xotin-qizlar ta'limi ko'rsatkichini yuqoriga olib chiqqani sir emas. Men Guliston Avvaliy Bensuna jamoat salomatligi texnikumida birinchi kurs bo'lib o'qiyman. Bemorni ko'zidagi dardni biladigan, g'amxo'rlik qiladigan, bu albatta hamshira hisoblanadi. Biz hozirda o'zimizning sahna ko'rinishlarimiz va Globaget loyihasida qanaqa jarayonlar bo'layotgani, biz nimalar bilan shug'ullanayotganligimizni yoritib beramiz. Texnikumlarimizni yana bir marta biz ko'rsatib bera olamiz. Ushbu texnikumlarda xalqqa, ota-onalarga tushuntirish, nima kasblar o'rgatilyapti. Ya'ni bola ko'chada bekor yurmasin, kasb o'rgansin. Festivalning asosiy mohiyati ham aynan chekka hududlardagi yoshlarni an'anaviy va zamonaviy kasblarga qiziqishini oshirish, ularni amaliy tajribaga keng jalb qilish. Siz masalan suxandon bo'lishingiz mumkin, boshlovchi yoki jurnalist bo'lishingiz mumkin yoki doktor bo'lishingiz mumkin, lekin bir vaqtning o'zida bitta kasbning egasi, ya'ni santexnik sifatida o'zingizni xohlagan, qiziqqan bir qo'shimcha hunarli egasi ham bo'lishingiz mumkin. Buning uchun bugun imkoniyatlar juda ham keng. Ya'ni siz kasbli, hunarli bo'lsangiz, albatta siz har qanday vaziyatda o'zingizning o'rningizni topib keta olasiz. Bugun butun dunyoda o'rta bo'g'in kasblarga nisbatan, ya'ni kasbiy ta'lim mutaxassislariga nisbatan talab yuqori bo'lib borayotgan bir zamondamiz. Ya'ni bilamiz, ayni paytda butun dunyoda oliy ma'lumotli mutaxassislargagina emas, balki o'zini bir amaliy ko'nikmasiga ega bo'lgan, kasb egasiga bo'lgan mutaxassisligi ehtiyoj juda ham katta. Va bu ehtiyoj kundan kun oshib boryapti. Va mana shu ehtiyojni to'ldiradigan tizim, ya'ni kasbiy ta'lim agentligi prezidentimizning tashabbusi bilan tashkil etildi. Va mana shu tizim endilikda xalqimizni, yoshlarimizni kasb hunarli bo'lishi uchun xizmat qilishi kerak. Eng muhim narsa ham albatta shuki, mana shu kasbli, hunarli bo'lish ortidan, demak, farovonlikka erishish imkoniyatlari bugun ortmoqda. Yana Toshkentga qaytamiz. Tadbir doirasida kasbiy ta'lim tashkilotlari o'quvchilari ilmiy amaliy konferensiyasi bo'lib o'tdi. Unda kasbiy ta'limda ilg'or xalqaro tajribalar asosida kadrlar tayyorlash masalalari, sohadagi muammo va yechimlar ilmiy tahlil qilinib va ularga yechimlar taklif etildi. Unda bugungi mehnat bozori talablari va zamonaviy kasblarning istiqbollari haqida ham fikr almashish jarayoni kuzatildi. And we saw the number, I think it was 70,000 dual students was the official number shown here in the morning. Albatta ertalab siz raqamlarni ko'rdinglar, dual ta'limda o'qiyotgan o'quvchilar sonini. This is a very big success in a very short time.
Albatta bu qisqa muddatda erishilgan ulkan natija deb hisoblasak bo'ladi. It's a very big challenge because if we look into the history of Germany or even Switzerland or Austria, I think it took them 100 years. Albatta bu juda katta marra. Bu Germaniya, Avstriya, Shveysariya kabi davlatlar 100 yillar mobaynida bu kabi qamrov darajasiga erishishgan. Ushbu ilmiy amal konferensiyada eng yaxshi maqola egalarini taqdirlandi, notebook va planshet bilan taqdirlandi, eng yaxshi maqola egalarini. Ochiq muloqotlar festivalni yanada jonlantirdi. Yoshlar tajribali ustozlarga o'zlarini qiziqtirgan savollarni berib, kasb tanlash, ta'lim va kelgusidagi rejalar haqida ochiq suhbatlashdi. Bugun juda muhim zo'r kun ekan. Tabriklaymiz. Hurmatli prezidentimiz baraka topsin. Shunaqa kunlarni qilishyapti. Bunaqa narsalar bo'lmasdi hech ham. Sizlarda umid katta-da. Mana hozirgi biz qilayotgan ishlarimiz, davlatimizni qilayotgan ishlari mamlakat harakat qilganimiz bilan mamlakat tadbirlarni maqsadimiz nima? Mana shu boshlangan yaxshi g'oyani keyingi avlod to'g'ri olib ketishida. Hozir bizda bir dona ham dasturchi yo'q. Hamma dasturchilarimiz ichida eng talantlilari, o'zini ustida ishlaydiganlari, do'stlarini hurmat qiladiganlari, konsentratsiyasi bitta joyda bo'lgan, atrofdagilarga chiroyli, go'zal munosabat qiladigan, soft skill, ya'ni tarbiyasi juda ham zo'r bo'lganlari, seniormi, farqi yo'q, middlemi, ular hammasi product manager bo'lib qoldi. Ya'ni kasbini o'zgartirdi. Dasturchilar yo'q hozir bizda. Har bitta kasb bo'yicha baribir tahlil qilish kerak. Chunki ba'zi kasblar bugun albatta muhim bo'ladigan bo'lsa, lekin mana shu sun'iychilik, raqamli texnologiyaga kirayotgan bo'lsa, albatta ancha ko'p narsa o'zgaradi. Shunga qarab moslash kerak o'zini. Mana hunarmandlar. To'g'ri, qadimdan boshlab bu hunarmandchilik rivojlanyapti, lekin savol tug'iladi. Ular sun'iychilikni ishlatish mumkinmi, yo'qmi? Albatta o'ziga sal osonroq ish qilish uchun yangi qanaqadir usullarni, yangi dizaynlarni buni tashkil qilish uchun albatta uni ham o'rganish kerak. Chunki bu raqobat. Biz hozir nafaqat O'zbekiston bozorida, lekin butun olam global bozorida biz raqiblarimiz juda ham ko'p. Biz ham sal ijod bilan qarashimiz kerak. Endi yoshlarning bitta yaxshi xususiyati bor, ular ijodkor. Ular narsani bilmasa, lekin intilish bor, o'rganadi. Eng asosiy muammo bu marketing. Har bitta hunar mutaxassisi baribir o'zini sohasida marketingga qilishni o'rganish kerak. O'shanda u haqiqatan kuchli bir mutaxassisga aylanadi. Yillar davomida yoshlarga bilim va hunar o'rgatib kelayotgan pedagoglarning mehnati qadrlanishi va taqdirlanishi kerak. Biz festivalning eng hayajonli qismiga yetib keldik. Yana bir narsa motivatsiya bo'ldiki, ularni o'sha ko'p yillik mehnati, yoshlarga bergan tarbiyasini e'tirof etildi xolos. Kerak, albatta kerak. Bu kam. Bu yerda nafaqat bu ushbu 40 odam, balki barchani e'tirof etishimiz kerak. Sababi ushbu ish mashaqqatli ish. Yuzlab, minglab o'quvchilarni tarbiya, ta'lim berib kelmoqdalar. Ularni ustozlar qilmoqdalar va ularni kasbga yo'naltirmoqdalar. Shuning uchun bu yerda biz ushbu soha vakillarni barchalarini e'tirof etishimiz kerak. Ustozlar e'tirof etilgan yurtda bilim qadrlanadi, kasb rivojlanadi. Chunki har bir malakali mutaxassis, har bir hunarli yosh ortida avvalo unga yo'l ko'rsatadigan ustoz mehnati turadi. Taqdirlash marosimidan so'ng festival sahnasi bayramona shou dasturlari bilan davom etdi. Musiqiy va badiiy chiqishlar kun davomida hukm surgan festival kayfiyatni yanada ko'tarib, maydonga yig'ilgan minglab yoshlarga unutilmas lahzalarni ulashdi. Badiiy chiqishlarda ham hatto kasblarimizni zamonaviylik va milliylik bilan uyg'un ravishda biz ko'rsata olganimiz bu juda ham muhim jarayonlardan biri sifatida qayd etishimiz mumkin. Barcha uchun kutilmagan jarayon bu shou biznes vakillarining tashrifi bo'ldi. Aquralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dodingni. Aquralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Juda ham chiroyli atmosfera, yoshlarni o'zini kasbiga bo'lgan muhabbatini yanada kuchliroq qiladi. Juda ham zo'r tashkilot bo'libdi va festivalga gap yo'q. Xudo xolasa omad tilaymiz. Kelajakda bundan ham zo'r konsertlar, yana ham ko'p
yoshlar uchun imkoniyatlar bo'lishidan biz olamizda omad tilaymiz. Albatta xursandman, sababi har bir yosh uchun kasb tanlash bu juda muhim hayoti davomida kerak bo'ladigan eng asosiy omillardan biri va bizda juda ham chiroyli o'zimizda milliy kasblarimiz bor, hunarmandchilik, zardorchilik, bular yo'q mumkin emasligida bizni milliyligimizni ushlab qolishda aynan mana shu festivalni manimcha o'rni juda ham katta deb hisoblayman va hamma yoshlarimizga o'z xalq kasblarini topishlariga omad tilab qolaman. Sahna qarshisida tashkil etilgan flash mob va DJ chiqishlari yoshlarni bir kayfiyat atrofida jamladi. Musiqa yangrar, maydondagi minglab yoshlar esa birgalikda raqsga tushib, festivalning eng erkin va unutilmas lahzalarini yashardi. Festivaldagi erkin muhit ham bejiz emasdi. Chunki bugungi yoshlar bilan faqat rasmiy nutq yoki oddiy targ'ibot orqali yaqinlashib bo'lmaydi. Ularning qiziqishi, energiyasi va dunyoqarashiga mos muhit yaratish muhim. Kasbi bor odam xor bo'lmaydi. Eng asosiysi kasb bor. Biz yoshlarni yangi hayotga o'rgatishimiz uchun ularni ham kasbga o'rgatishimiz kerak. Kasbingiz bo'lsa, qo'lingizda, hunaringiz bo'lsa, siz mustaqil bo'lishingiz ham oson bo'ladi. Hayotda, jamiyatda o'rningizni topishingiz ham ancha oson bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Kasbiy ta'lim agentligi boshchiligida Toshkent shahar hokimligi va Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamkorligida ushbu yirik loyihada kimdir texnologiya yo'nalishida o'z yo'lini ko'rdi, kimdir hunarmandchilikda, yana kimdir esa insonlarga xizmat qilishda. Bugun dunyo mehnatni boshqacha qadrlamoqda. Endi kelajakni bilim yaratadi. Kasb insonning jamiyatdagi o'rni, fikrlashi va qadriyatiga aylanmoqda. Kasblar festivali aynan shu haqiqatni ko'rsatdi. O'zbekistonning turli hududlaridagi yoshlar fikrini eshitadigan bo'lsak, mamlakatda kasbiy ta'limga bo'lgan qarash o'zgarayotganini yaqqol sezsa bo'ladi. Ehtimol bugun bu festival maydonida oddiy ishtirokchi bo'lib yurgan yoshlar orasida ertangi kunning muhandisi, shifokori, dasturchisi, ustozi yoki katta tadbirkori bor. Kelajak esa har doimgidek ilk qadamdan boshlanadi. Kasblar festivali esa bunga bir sababchi.